Diqqat, tezkor xabar. Yaqin Sharqda odamlar urush qurboniga aylanayotgan bir vaqtda G'arbda g'ayritabiiy anomal issiqlik yevropaliklarni jonini olyapti. Qudratli Yevropa tabiat oldida ojiz qoldi. Anomal jazirama va halokatli o'rmon yong'inlari qit'aga yashin tezligida yoyilmoqda. Birgina issiqlik to'lqini yoz boshidan beri 5600 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Fransiyada 2025 nafar qurbon, Belgiya 1222 nafar qurbon, Ispaniya 1029 nafar qurbon, Germaniya 810 ga yaqin qurbon, Niderlandiya 480 nafar qurbon berdi. Bu hali hammasi emas. 45 gradusdan yuqori bo'lgan harorat va u hosil qilgan dahshatli jazirama yirik o'rmon yong'inlarini keltirib chiqardi. Fransiyada vaziyat butkul nazoratdan chiqqan. 41 departamentda xavf yuqori, 7 tasida qizil daraja. 5000 aholi evakuatsiya qilindi. Ofatga esa 700 nafar o't o'chiruvchi va aviatsiya safarbar etilgan. Gretsiyaning Saloniki shahrini zaharli qora tutun qopladi. Aholiga uydan chiqmaslik buyrug'i berilgan. Portugaliyaning Vazelasda esa yong'in maydoni 12000 gektarga yetgan. Ispaniya Portugaliyaga yordam kuchlarini yuborishga majbur bo'lgan. Ajablanarlisi shuki, odatda eng anomal issiq bilan bog'lanadigan Sharq emas, balki aynan nam iqlimli G'arb rekord haroratlarini uryapti. Odamlar do'konlarda sovutgichlar talashib jiqqamusht bo'lmoqda. Xo'sh, sizningcha bu voqealar ketma-ketligi tasodifmi yoki yaratganning bergan jazosimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.